Assalomu alaykum. Assalomu alaykum saxovat yaramon abachalar. Sog'lommisizlar, hurmatli abachalar. Xudo xolasa, sizlarga qo'ldan kelgancha proyektimizdagi bo'lib turgan o'z ishlarini yurgizib o'tiraman. Ko'rib bir mashallah deb chiroyli kommentariylar yozib, like'lar bosib ketasizlar, xudo xolasa. Ajoyib bo'ldi. Hammasi hurmatli abachalar, xudo xolasa. İşimiz avjida. Yine xudo xolasa ustalar bo'lajadi, hurmatli abachalar, ustini bosib, suvoqlarni urib. Xudo xolasa shu insonlarga duo qilib qo'ysalar, qo'l ko'magi bilan şöyle köməkətə vurub durdular, hurmatli abachalar. Allohim rozi bo'lsin shu ustalardan. Assalomu alaykum, hormag'aysizlar. Ustalar hormanglar. Nechatta bita keldimi? Nelarga keldi? Yorqilab o'tdingizmi? Yine. Xolasi ajoyib bo'ladi hammamiz. Ya süzme piştiyse bu. Süzmeni salamız aziden. Süzme piştiyse bu. Usta muhtar harma. Ha, singinçe bolamız deseniz doğru şu. Yine. Xudo xolasa hurmatli abachalar, içine girip bu koldan genç sizlere. Nelerden başladı zamanı Xudoyim? Yine Xudo xolasa hurmatli abachalar ishon tarafdan bir yandan yatırlar bunu swap üstüne. Ajoyib bo'lib yatır yine. Hürmetli abachalar, ishondan başa uçtular bunu muşta. Bunda xolasa görüp lazım bir yeri xıbbeti bine beklenip demliye. Suvallar vuruluptu. Bir kat üstünü polnu bolup duran hürmetli abachalar. İş kat yine chiroyli çıktı. Indi işiden gitti oxşlar da yine işlerini bir yandan git yatar oxşlar. Yine ajoyib bo'lib, Xudo xolasa beklenip yatır bir yandan. Bir yanları indi. Bitten keyin bitirerler Xudo xolasa. Geçe daha qarab. Ajoyib hurmatli abachalar, Xudo xolasa hammasi. Yanlarım işlerden giye hoştur yine. Yukarı tıkır. Ağzına koyar şişmeyip durmadı. İş yerinde ağzına yerinde elde tarafında boyuna. Bir de çünkü durup hurmatli abachalar boy alt tuttular. Havalanıp boy yurttursun. Hurmatli abachalar, Xudo xolasa yine hojatxonamizdan bitiribdilar inshaalloh. Chiroyli chiqibdi bular men standart bo'lib. Yine Xudo xolasa. İnşallah ondan ağaçlarını koyuttular yine po'latidan tip. Bir yerim Xudo xolasa ajoyib bo'libdi yine. Üstlerinden podalar tashlab chiroyli esib turaman yine Xudo xolasa. Ajoyib yengina bo'libdi ichi hurmatli abachalar. Ben muştan başlayan oxşular. İban muştan. Ben yatırsılar. Ajoyib bo'libdilar. Özü pestlerini bilinip durttu. Ajoyib bo'libdi. Elbette. Yine Rövşenbek ülkemiz sövünüp kuvanı basıp yine. Yoğun bitti Xudo xolasa deb. Hurmatli abachalar, bir fark bo'lmaysalar da umiddaman. Ajoyib. Yugurib yontala basıptı. Sövünüp yanına. Hurmatli abachalar, sizlere bir süzməni görgəcə verirlər. Bir chiroyli pishga o'xshaydi bang. Assalomu alaykum. Necatdi? Xudo xolasa. O. Yine hurmatli abachalar. Yeriyam bir xo'sh javob pishibdi bu. Ajoyib bo'lib. Shmisham oldiribsiz-a? Ajoyib bo'libdi bu. Hurmatli abachalar, gelmeseyiz de o'zingizdan ko'ravering. Men necha taklif etdim sizlarga promo efirda. O'zingizdan ko'ravering. Haqiqatan ham dum mazal bo'libdi buni. Göz görse doğru yiyip optik onu. Eline vazgeçme dursun. Oldu tamam. Merhaba. Bir şey bir ihsan seven insanlara bu chiroyli dua qilib bermoqchi. So'rashib beraver. Assalomu alaykum obunachilar. Salomatlikmisizlar, tanajonlaringiz sog'mi? Baxtim sog' bo'lib yurgaysizlar.
chiroyli qilib duo qilib uka, xudo xolasa ehson sevar insonlar befarq qarab turmaslar. İnşallah indi bir yana oz kaldı uka. Günden güne kemerlikka atar qarzimiz xudo xolasa. Allah amin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lg'ay. Amin. Shu ihson qilib turgan insonlarimizning tana joni sog' bo'lib, kasallarimize shifo bergay. Uzoq safarda yurgan insonlarimizning tana jonini sog' etib, sekiramini barakat bergaysan Ilohim. Obodbek akamiz nomidan duo qilib qo'ying uka. Obodbek akamizning ömürleri uzoq bo'lg'ay. Amin. Sekiramini barakat bergay. Kasallarına shifo bergay. Amin. Birine mingi bergay Xudoyim. Shu bizlardan qaytmasa Xudodan qaytgay. Neki o'ylasalar o'ylagan niyatlarına yetkaylar. Amin. Salomat og'aysiz. Amin. Duolaringiz ijobat bo'lg'ay. Hurmatli abachilar, endi xudo xolasa bu yanni ko'rib turganingizdek imoratimiz inshaalloh bita geldi. Hozir bir ovqatimiz ham sizimizdan ham hurmatli abachilar pishib keldi. Ustalar xudo xolasa ebita chaqirib ikanda bir ovqatlanib chiqqandan ebitdan keyin 100% bitadi hurmatli abachilar joyimiz xudo xolasa. Asldan keyin hurmatli abachilar, eğer kimde kim şöyle kol kömek kılaman desengizler, hürmetli abachilar faqatgina şu uy içini tashqi taraflarini hurmatli abachilar iloji boricha qo'l ko'magi bilan suvimiz deb turibdilar. Yordam beraman degan insonlar xudo xolasa qo'li degan vaqtida imkoniyati bor insonlar kelib qo'l ko'mak qilaverasizlar xudo xolasa. Şu imoratimiz suvog'i bitincha hurmatli abachilar shu ustalarning keluvchi yurgan haqqini ozgina shu xom keluvchimizdan qarzimiz bor. Shulardan chiqib qolinchasini xudo xolasa buni suvog'ini urdirib, üstlarini qaytadan üstüne yana bir sloy ozgina toprak tashatib, endi ertaga hurmatli abachilar sovuq bo'lishi mumkin. Onu ham suvog'ini urdirib beramiz. Agar yana dal shu ihsonni davom qildiramiz uka, endi shuncha bo'ldi, shuni ustini shipirdan qaqib beramiz desangizlar, xudo xolasa ishimizni davom ettiramiz. Bu imoratni hurmatli abachilar chiroyli qilib uy egalarini topshirish bu sizlarning qo'lingizda. Men bir sababchi inson hurmatli abachilar. Davo uka bas shipirdan xudo xolasa befarq qarab durimiz. Baribir hurmatli abachilar havolangiz bor. Ravshanbek ukamizni faqatgina shu ko'rgazib bersangizlar hurmatli abachilar bir ish qilib biladi, lekin o'zi mustaqil hurmatli abachilar bir joyga borib ishlab pul sondan bilmaydi hurmatli abachilar, necha azakadan bilmaydi. Shuni Zafer akamdan Allah razı olsun. Şu 10 yil oldu shularning qarashig'ini aytib hurmatli abachilar qo'ldan kelgancha oilasining kemiz-kumisini do'rattirib shu birqat joyni berib yashatib qo'ygan ekan. Inshaalloh endi bular ham Allohim shu uyli joyli eksektordan bizlar bir sababchi ekkelib ko'rayna imoratini inshaalloh sizlar bilan birgalikda bitirdik. Aytchakim bize yetgandan hurmatli abachilar bilmadim. Ravshanbekka qarasam hurmatli abachilar umuman o'zgarishib qilib bilmaydi. Lekin yine bir gap yoddan chiqarmadi hurmatli abachilar. Şurada Zafer akamiz oku, şurada aytib beraveradi desangizlar ham doğrudur. Belki lekin hurmatli abachilar Zafer akam beri bular darshigina shu oilasini qarashib etishda davom ettiradi. Shu Zafer akamizga ko'mak bo'lsin. Shular baribir hurmatli abachilar shu inson ömrü ötünce şuları qarashig'ida bo'ladi. Men bildim bular hurmatli abachilar, chunki o'zini oilasidan bo'lib qolgan ekan, lekin iloji bo'lsa befarq qarab turmasdan ihson sevar insonlar. Sizlarning ham shu oilaga ozgina qilsangiz, qo'shib qo'ysangizlar bir katta savobli ishlarga qo'l urib qo'yasizlar. Mendan yashiradigan gap yo'q hurmatli abachilar. Iloji bo'lsa bir insonga qarab o'tirmasdan hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib şu oilaning ertangi kun yaxshi bo'lib ketishi uchun iloji boricha ozgina olsa hissamiz qo'shib tursak, inshaalloh xudo xohlasa tez kunda şu imoratdan bitib, shular uyini ektirib, quvonchdan sherik bo'lib ketsak, inshaalloh keyin aslında Zafer akamizga bular oilasini kasalini, masalan, yeyishini shularga topshirib ketsak, o'zlari boshqarib, o'zlari oilasini qarashini aytib beradilar. Lekin hurmatli abachilar, bir insonni tashlab ketish bu mening o'ylanib qarasangizlar hurmatli abachilar, hech kim ham hurmatli abachilar endi avvalambor u insonni men bu millat deb aytib turganim yo'q. Men aytib tushuntirishim hurmatli abachilar, hammamiz hissamiz qo'shib qo'ysak, shuningdek bir g'arib yechar oilalarga ular ham qiynalmaydi. Nomli bizlar ham hurmatli abachilar ko'nglimiz xotirjam shu oilaning quvonchidan sherik bo'lib chiqib ketamizdan umiddaman. Ya bo'lmasa birov maqtajak emasman, yo birov bir boshqa ish etsak emasman. Realni haqiqat gapdan bu hurmatli abachilar. Endi o'zingiz har bir inson bizlar ijtimoiy tarmoqda ko'rsatib turgan insonlar o'zingiz bir
Xudoni o'rtaga qo'yib hurmatli obunachilar to'g'ri gap aytib olsangizlar, bir insonni hamma gapini tashlab ketish bu hurmatli obunachilar doğrusu musulmonchilik ham to'g'ri kelmaydi. Lekin ko'pchilikda hurmatli obunachilar hech narsa qattiq putilib bilmaydi. Shu xalqimiz, ehsonsevar xalqimiz bilan og'zabirchilik qilsak, shuning oilalari ertangi kun uchun inshaalloh bolalari, farzandlari qo'lga ilgandan keyin angran taraf xudo xolasa oyda bo'lib ketadi. To'g'ri, bir insonga shuningni bir sinovlar Alloh taolo ham o'zi beradi. Lekin u insonni ertangi kunini, keyingi hayotini hurmatli obunachilar o'ylanib beradimi? Demak, shu insonni Alloh taolo ham shu jannati bilan siylajakdir. Shuningni bir nima berib qo'yganda sinovlar. Iloji boricha hurmatli obunachilar imkoniyatlaringiz bo'lsa, shu ozgina olsam sizlarga hissangizni qo'shib tursangiz, xudo xolasa tez kunda shu oilada ozgina olsam kichkina bir sadaqa etib bo'laman. Ro'shanbek ukamiz hurmatli obunachilar kichkina o'g'li bor ekan, iloji bo'lsa shu boxonatamizdan shu boxonada shu bolaning ham sunnat to'yisini qilib berib ketamiz men niyatdaman. Bu shart emas. Deb aytmak ham shart emas hurmatli obunachilar. Shuningdek bir inanku bir boxona bo'ldi hurmatli obunachilar, shuyda ustalar ko'paydi, bir qozon ovqat pishdi. Lekin joy bitgandan keyin, imorat bitgandan keyin hurmatli obunachilar shuning natamizdan bir 10 kilodan 15 kilodan suzib shu boxonasida shuni sunnat qilib berib ketsak, bu albatta bir katta savobli ish hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bir yana e'tibor salbiy etib tursanizlar, hurmatli obunachilar ko'rib turganingizda ishi ishlab bergan bir 25 kunlar ishlab bergan hurmatli obunachilar ustalari rozi-ro'zchilikni olib, inshaalloh bugun iloji boricha shuni 5 etapga to'ldirib beraman. Yana 5 etap berada bo'lsak 14,5 million so'm pulimiz qoladi. Xudo xolasa, bu ustalarga beradiganlarimiz hurmatli obunachilar 8,5 million qoladi. Qolganini hurmatli obunachilar bu xom charvishda havolangiz bor. So'ng 3 mashin xom charvish keldi. Hurmatli obunachilar, har qaysi 2 etapdan bo'lgandan 6 etap qarzimiz bor edi. Qolganini shunga beramiz xudo xolasa. Esa hurmatli obunachilar, barchangiz Allohim rozi bo'lsin. Xudo xolasa qo'ldan kelsa sizlarga proyektimizdagi bo'lib turgan o'zgarishlarni o'tkazib boraman deb umiddaman. Barchangiz Alloh rozi bo'lsin. Sog' omon bo'lgaysizlar.